Azizlar, assalomu alaykum. Bugun Storay Moxosa sanatoriyamizda mashhur insonimiz, el tanigan, el suygan, sevimli shoirimiz o'zlarini mingdan ortiq mualliflik she'rlariga ega va bu kishini bugungi kunda she'rlarini barcha hofizlarimiz kuylashyapti. Mana shunday mashhur insonimiz Shamsiddin Sadoiy bizni mehmonimiz. Mana Moxosamizda dam olyaptilar. Keling bu kishini o'zlarini fikrlarini olib olsak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Juda ham xursand bo'ldik. Bizda bilsangiz dam oluvchilarimiz uchun doim konsertlar uyushtiriladi. Ushbu konsertda ajoyib qo'shiqlar bo'ladi. Ushbu qo'shiqlarning muallifi mana shu inson sanatoriyamizga tashrif buyurgan. Biz juda ham xursandmiz. Fikrlaringizni olib olish uchun keldik. Rahmat. Avvalambor aziz buxoroliklar, assalomu alaykum yurtdoshlarim. Mana sizlar bilan qaynoq Buxoroning haroratli kuz oylaridan birida Storay Moxosada uchrashib turibmiz. Sanatoriya Toshkentni Manaman degan sanatoriyalardan qolishmaydi. Buni toza ob-havosi ham, buni ko'rinishi, yurish gullari deysizmi? Shifokorlardan tortib oshxonasi, 3 mahal shirindan shakar ovqat beradigan, xizmat qiladigan oshxonasidan tortib xohlagan kitobingizni xohlagan paytda topib beradigan ajoyib kutubxonasi, barcha xodimlari ko'ngildagiday ishlaydi. Mingdan ming rahmat. Aziz do'stlar, mana tong chog'i, shu ertalab tong chog'i turib Buxoroi Sharif haqida bir yangi she'r yozdim. Hurmat bilan shuni e'tiborlaringizga havola qilaman. Buxoroi Sharif degan bir shahar bor dunyoda. Bori jannat, bori hikmat, bori nurdan ziyoda. Minorlari osmonlarga soya tashlab turar tek. Nur taralgay bu shahardan 7 iqlim samoga. Ta'zim aylab salovat ayt. O'tsang darvozasidan Imom Buxoriydek zotni bergan yurtga, ma'voga. Storay Moxosa, oy va yulduz aksi bu. Ko'kka boqma, to'ygil avval yerdagi bu zuhroga. 7 aylan Chorminor va Mir Arab afshonadan duolar ayla duolar Tips sultoni Sinoga. Odamlari jannatidir, qalbi toza mehribon, o'xshar momo havoga-yu o'xshar odam atoga. Ey Sadoiy, labi havuz choylaridan aylanish, bir kelmasang Buxoroga, kelmabsan-da dunyoga.